Moskva Sankt-Peterburg shahrida ishlar yurgan musofir aka-ukalarimiz uchun bugun mana 12-noyabr kuni navbatdagi posadkamiz subota shanba kuniga aka-ukalar Moskva Toshkent Sobir Rahimov yo'nalishi bo'yicha ketayotgan avtobusimiz. Mana Moskvadan o'tirasizlar. Metro Novoyasinskiy, avtostansiya Novoyasinskaya. Primoy avtovokzaldan avtovokzalga borib tushasizlar aka-ukalar. Avtobusimiz mana O'zbekiston nomerida. Kecha bitta avtobusimiz chiqib ketgandi, Travel Trans. Bugun UzAvtotrans chiqyapti aka-ukalar. Bu avtobusimiz mana O'zbekiston nomerida. Primoy Toshkent Sobir Rahimovga borib tushasizlar aka-ukalar. Aytgandim, ismim Botirjon, familiyam Madaminov. Har kungi video qilib boraman deb va'da bergandim. Mana har kungi video qilib boryapman aka-ukalar. Do'stlar, mana ko'rib turganlarda, xudo xolasa uje posadka boshlandi. Hozir posadka qilyapmiz. Aytilgan vaqtida inshaalloh yo'lga chiqar avtobusimiz. Aytilgan vaqtida ketar aka-ukalar. Ekranga shu o'zimizni ishonchli nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz aka-ukalar. Ekranga o'zimizni ishonchli nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Keyin yana bir bitta gapni aytib o'tib ketay. Bejiksiz chiqqan videolarim bo'lsa ishonmanglar. To'lqa bejik bilan chiqqan videoim bo'lsa ishoninglar. Men bu videolarni o'g'irlashib, qanaqadir montajlar qilib, mashinnilar o'g'irlab 5000 rubldan chaqirib xalqimizni aldayapti. Shunaqalarga aldanib qolmanglar. Sizlarga yaxshi maslahatim, mana avtovokzalga kelinglar, avtovokzaldan biletni olinglar. To O'zbekistonga borgunlarcha hech qanaqa rasxod bo'lmaydi. Bizda bilet narxi 8000 rubldan. 8000 rubldan iborat. Agarda dokumentingiz hech qanaqa muammo yo'q bo'lsa, yo'lda 50 rubldan rasxod bo'lmaydi. Agar dokumentingizda muammo bo'lsa, yo'lda har doim aytib o'tganimda, yo'lda 2000 dan 3000 rublgacha rasxod bo'lib qolish ehtimoli bor. Endi u rasxod nima uchun? Shu o'zingiz dokumentingiz yo'qligi uchun, deport zapret bo'lmasligi uchun. Aka-ukalar, yo'lda rasxodlar bo'ladi. Keyin har doim aytib o'tyapman, bitta somka bagajnik положено, bitta ruchnoy положено. Shu bagajnikning ichiga xohlasanglar 60 kilo yuk solib olinglar. Xohlasanglar 15 kilo yuk solib olinglar. Agarda sizlar 60 kilo yukni 3 ta somkaga bo'lib kelsanglar, unda sizlarda rasxodlar bo'lib qoladi, to'lov bo'lib qoladi somkaga. Shuning uchun videolarimizni diqqat bilan ko'ringlar. Adashib qolmanglar aka-ukalar. Mashinniklar ko'payib ketgan hozir Moskvada. Shunaqa mashinniklarga ishlanib, aldanib qolmanglar aka-ukalar. Sizlarga yaxshi tavsiyam. Mana avtobusning posadkasi boshlandi inshaalloh. Botirjonga kelgan odamlar kim bu yerda? Botirjonga kelgan odamlar bormi? Siz kimga kelgansiz aka? Assalomu alaykum. Jamshid. Botirjon. Ko'rishdimmi o'zim siz bilan? O'zim kutib oldimmi? Ishonarlimikan? Yaxshi ishonarli. Mashinasi va pashinasi yo'qmi? Yo'q. Xalqqa nima deb tavsiya berasiz? Kelinglar, ketinglar, mana shu yomon emas. Avtovokzaldan chiqyapsizmi? Avtovokzaldan. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Aka, sizchi, siz ham hamma yo'qda ochiq oydin ayting. Buni televideniyega chiqaramiz. Shu avtobusda keldim ketganda, yaqinda 3 oy bo'ldi. Yaxshi, Xudoga shukr, jalbalar yo'q. Problemalar bo'lmasdan keldingizmi? Zo'r keldim. Xalqqa sizdan keyingi misol ketadigan aka-ukalarimizga nima deb tavsiya berasiz? Bizga ishonsa bo'ladimi, yo'qmi? Ha, ishonsa bo'ladi. Yaxshi avtobus, kelaveringlar bemalol. Uslubalari qanaqa? Uslubalari yaxshi, hamma narsasi bor. Xudoga shukr. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Sizlar ham Botirjonga keluvdinglar-a? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? O'zim kutib oldimmi? Ha, o'zingiz kutib oldingiz. Ishonsa bo'ladimi xalqimiz? Ishonsa bo'ladi xalq. Bemalol kelaversin. Nima deb tavsiya berasiz? Kelaversin, ishonarli. Davlat tomonidan qo'yilgan mana aka. Hamma sharoiti bor mana. Mashinasi va pashinasi yo'qmi? Unday narsa yo'q. Unday narsa yo'q. Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh O'zbekistonda ham yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Nasib xudo. Men aka-ukalar, o'zingizlar ko'rib turganinglardek, avtobusimiz posadkasi mana boshlandi. Somkalar yuklanadi, odamlar chiqadi, ketadi. To'lqa bilet bilan. Agarda mana yana aytyapman, meni ko'rib turganlar bo'lsa, qanaqangi shikoyati bo'lsa, yo'lda oshcha pul so'rasa, bir shopir qo'pol muomalada bo'lsa, iminni o'sha paytda telefon qilinglar. Sizlarga shu gapni aytaman. Meni bejiksiz chiqqan videolarim bo'lsa, umuman ishonmanglar. Qanaqadir mashinniklar o'g'irlab olib, montaj qilib qo'yishyapti. Ularga borib aldanib qolsanglar, men javobgarlikka olmayman aka-ukalar. Shu ekranga o'zimni listni ishonarli nomerlarini qo'yib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat sizlar bilan o'zimman. Sizlarga rahmat aka-ukalar. Hozir avtobusga chiqqandan avtobusda ichida bir qator video syomka qilaman, ketayotganda bir qator video syomka qilaman. Musofir shahrida ishlab yurgan aka-ukalarimiz avvalambor sog'liqqa e'tibor beringlar. Qilayotgan ishingizlarga Alloh taolo barakot bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Like, podpiska bosib qo'yinglar. Meni shu so'raydigan narsam shu, chunki xalqimiz ko'proq ko'rsa, shu aldayotgan mashinniklarga uchrab qolmaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 12-noyabr kungi mana reysimiz yo'lga qarab chiqib ketyapti. Moskvadan Toshkentga. Aziz vatandoshlar, kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekranlarga o'zimizning ishonchli nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Tanlovdan adashib qolmanglar. UzAvtotrans reysiy avtobuslar.
Mana akalarimiz joylayapti yuklarini. Sadreddinov Xudoyberdi. Bilet bilan ketiladi aziz vatandoshlar. Частный avtobus emas mana bu ko'chadagi. Bemalol ekranda ko'rinib turgan nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Tanlovda adashib qolyapsizlar aziz vatandoshlar, tanlovda adashmanglar. Avtobusimiz yaxshi ekanmi akalar? Joylashdinglarmi? Hech qanaqa pretenziya yo'qmi avtobusga? Xuddi shu ha mana. Bering-da. Botir, mana odamimiz bor ekan mana bu. Bitta bor ekan bu yerda. Mana aziz vatandoshlar, Moskvadan Toshkentga, направленiyamiz Toshkentga qarab yo'l oldi. Kimga kim ketmoqchi bo'lsa, ekranlarga o'zimizning ishonchli nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol обращаться qilaverasizlar aziz vatandoshlar. Avtobus yaxshi ekanmi akalar? Ishonchlimi? O'zbekiston Uzavtotransmi? Ha. Avtobus O'zbekistonda avtobusimiz. Mana aziz vatandoshlar.